Siz Istanbuldasiz, Optim ro'mollar qayerda sotilishini bilmayapsizmi? Bu video aynan siz uchun. Bayazid tramvay yo'lagidan Kapal Çarşı tarafga yurib, mana shu yo'l bo'ylab kiramiz. Kapal Çarşıga kirmaymizda, yonida shu do'konlar bo'ylab to'g'ri yuramiz. To'g'ri yurganimizda u yo'l bizni maydonga olib chiqadi. Chapga va o'ngga yo'l bor. Biz o'ng qo'l tarafga yurib hech qayerga burilmaymiz toki mana shu masjid bizga ko'ringunicha. Shu masjiddan o'ngga yuramiz va bu Marjon ko'chasi, bu ko'cha Optim ro'mol bozori hisoblanadi. Bu ko'chadagi hamma do'konlarda siz Optimga eng kamida 10 ta ro'mol olishingiz kerak. Narxlarga keladigan bo'lsak, 70 sentdan boshlab $1.5 toki 10-15 dollargacha ham ro'mollar bor. Siz o'zingizga mos xohlagan narxdagi ro'mollarni sotib olishingiz mumkin. Premium sifatdagi ro'mollarni barchasini mana shu bozordan topasiz. Bu ko'cha shunday pastga tushib ketgan, ko'rib turganingizdek juda pastga tushib ketaverasiz oxirigacha. Ro'mol bozor hisoblanadi. O'ng chap taraflaringizda podvallarda hattoki do'konlar juda ham ko'p va siz xohlagan ro'molingizni topasiz. Hech ham ikkilanmang. Bu do'konlardan siz arzon narxdagi mana shunaqa ro'mollar uchun aksessuarlarni ham olishingiz mumkin. Har xillari magnitli, qisqichli, igna turlovchili, hamma har xilidan xohlaydi. Shu didingizga mosini tanlab Optim olib O'zbekistonda sotsangiz ham bo'ladi yoki yaqinlaringizga hadya uchun olsangiz ham bo'ladi. Bu videoni sizga yoqqan bo'lsa, Istanbulga yaqinda keladigan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Ro'mol bozor kerak bo'lganda adashmasdan topib olishlik uchun. Va men bu ro'mol bozorni lokatsiyasini o'zimning Telegram gruppamda qoldiraman. Telegram gruppamga a'zo bo'lishni unutmang.